Diqqat, O'zbekiston hududiga anomal issiq kirib kelmoqda. O'zgidromet 18-20 iyul kunlari mamlakat hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishidan ogohlantirdi. Issiq 43-45 darajagacha, janubda va cho'l hududlarda 46-48 darajagacha ko'tarilish kutilmoqda. Respublika bo'yicha shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha, ba'zida 20-22 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. O'zbekiston hududiga 13-iyuldan boshlab juda issiq havo oqimlari kirib kelgani tufayli harorat 46 darajagacha ko'tarilmoqda. Shu sabab elektr energiyasi iste'moli rekord darajada ortdi. Jazirama sabab ayrim bog'chalar vaqtincha yopildi. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida og'ir yuk avtomobillari harakati vaqtincha cheklandi. Anomal issiq sabab O'zbekistonning barcha hududlarida yashillikni asrash choralari kuchaytirildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, anomal issiq faqat O'zbekiston yoki Osiyoda emas, butun dunyoda kuzatilmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, 2026-yil yozi meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq mavsum bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bundan avval global miqyosdagi yuqori haroratlardan biri 2017-yilda Eronning Ahvoz shahrida qayd etilgan bo'lib, o'shanda havo harorati 53.7 darajagacha yetgan. Shu bilan birga 2026-yil yozi ushbu rekordlarga yaqinlashishi yoki ayrim hududlarda yangilanish mumkinligi ta'kidlanmoqda.